uchun osh zo'r bo'lib Respublika darajasida o'tkaziladigan ko'rik tanlovini barcha o'yinlarida hakamlik qilib o'tiradilar. Bu ham bejizga emas-da. Endi Bobur akam bu narsa demoqchilar hozir. yana bir hazil narsada Ha? erkaklar uchun, davra uchun osh zo'r bo'libdi. Shu ilhom keldi. Donni tashiydi sichqon, sichqonni ovlar mushuk. Mushukni aylab sarson, kun bermas unga kuchuk. It ham qoladi besas, uchatsa gar bo'rini, ammo bo'rini yo'lbars quritadi sho'rini. Yo'lbarsni yengadi sher, arsoni esa ajdar, ajdarni qulatar qo'lidagi tig' xanjar. Marshilib yov po'stlarim, toshga o'yar otini, lek erkakni do'stlarim uyda yedi xotini. Tirik qolgan erkaklar. Tirik qolgan erkaklar. Rozi bo'lasiz Bobur aka, shu joyini kesib ijtimoiy tarmoqqa joylaymiz.